Og'zingizda erib ketadigan shirinlik tayyorlaymiz. To'g'risini aytsam, bizga juda ham yoqadi bu shirinlik. Oti bo'lsa esimda yo'q, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biladiganlar. 750 gram unga 200 gram margarinni qolavorib, ustidan 150 gram shakar va 2 ta tuxumni sarig'ini solamiz. Uni ustidan ozgincha razliqli va puymirkini shunaqa qaymoqlardan soldim. Yarmini solamiz va yumshoq xamir qilib, buni kichkina yong'oqda zuvalashlarga bo'lib olib, xolodilnikka yarim soatga jo'natib yuboramiz. 2 ta tuxumni oqini shunaqa ko'pirtirib, ozginadan 1 stakan shakar solib qottirib olamiz va xamirimizni yoyib shunaqa ko'rinishda tugib olamiz. Gazga 180 gradusga 25-30 daqiqada pishirib olamiz qizlarjonlar. Issiqligida ustidan saharning pudrasi sepamiz. Mazasi shunaqangi zo'r, og'zingizda erib ketadigan yumshoq pisochniy bo'ladi. Juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga.